Aqlini qarang, ko'chadan kelsan, avtobus yurmasin, mo'ra urmasin, telefon qo'yib qo'ydi. Bu jinni bu, aziz bir Molla qaranglar, dam olib yotishini. Bekor qilibsizlar tarbiyani, buzasizlar mollarni shunaqa qilib. Ertaga bizni so'yishga, yeyishga haqqinglar yo'q deb uyushma qilsa, nima qilamiz keyin? Logishni o'ylab ko'rib, kuladigan narsa emas lekin. Bu o'ylab ko'ringlar. Yo Alloh, o'zingga shukr, Instagramda ko'rmagan narsam qolmadi. Menda ham qolmadi. Nima qilamiz? O'chiramizmi Instagramni? Mol bor nariroqda gaplashib ko'rgandek qilyapsan. Oyim molga o'xshab tel ko'rib yotibsanmi desalar, mol tel ko'rmaydi deb aytardim. Onam baribir haq bo'lar ekan. Onalar hech qachon bolasini almagan, ha, doim to'g'ri. Ya, uncha-muncha kuchuvdan qo'rqmayman-ma. Aytgancha ikkinchi video. Nimasidan qo'rqasanlar buni? Mana oldiga bosib syomka qilib beraman. Men shu videoning davomini chiqishini yomon kutaman lekin men yaxshilab o'ylab ko'rdim. Men mushudan qo'rqmas ekan. Kuchu, men uncha-muncha kuchuga o'xshamayman. It aqlli ekan, shuncha payt ipini uzmay oldiga borgandan keyin uzdi.